Assalomu alaykum. Bugun Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining ilmiy salohiyati o'sgani sari bu yerda tahsil oluvchi talabalarning ham fikrlashi, dunyoqarashi kengayib boryapti. Ular dunyo standartlariga mos kadrlar bo'lib yetishlari uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Bugun Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining davolash ishi fakultetida tahsil oluvchi talabamiz Jaloliddin Mo'ysinjonov bilan suhbatlashamiz. Ular albatta Step 1 Amerikaning USMLE dasturi bo'yicha sertifikatini, mana shu sertifikatni qo'lga kiritgan va ularning fikrlarini, ularning sizlarga berayotgan motivatsion fikrlari bilan birgalikda tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lavhamizga xush kelibsiz. Avvalo sizni mana shu Amerikaning Step 1 sertifikatini qo'lga kiritganingiz bilan butun institutimiz jamoasi nomidan tabriklaymiz. Mana shu marralaringiz muborak bo'lsin. Katta rahmat. Va o'zingiz haqingizda bizni ko'rib turganlarga ozgina gapirib bersangiz. Men Mo'ysinjonov Jaloliddin, davolash ishi yo'nalishi 6-bosqich talabasiman. Shu noyabr oyida USMLE Step 1 imtihonini muvaffaqiyatli topshirib keldim. 2020-yilda Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiga qabul qilinganman. Shundan so'ng bu Amerika dasturi bu institutda joriy qilinganligi, bu imtihonni topshirishimda juda ham qo'l kelgan. Dastlabki ma'lumotlarni mana shu yerda ustozlar tomonidan qabul qilganimizdan so'ng bunga tayyorgarlik jarayonini davom ettirganmiz. Tayyorgarlik davrida bu institutdagi dasturni yo'lga qo'yilganligi juda katta qo'l kelgan. Chunki odatiy holatda O'zbekistondagi tibbiyot institutlarida an'anaviy ta'lim dasturi bo'yicha ta'lim beriladi. Bizda institutda bo'ladigan bo'lsa, ana shu Amerika dasturi joriy qilinganligi bu yo'lda osonlashishiga ancha qo'l kelgan. O'zi qarang, USMLE dasturi o'zi nima? Bizni ko'rib turganlarga mana shu haqida ozgina anaqa berib keting, fikr berib keting. USMLE dasturi bu Amerika Qo'shma Shtatlarida tibbiyot litsenziyasini qo'lga kiritish va shu orqali keyinchalik Amerikada tibbiy rezidenturani davom ettirish uchun talab qilinadigan xalqaro imtihon jarayonlari hisoblanadi. Bu imtihon jarayonlari USMLE Step 1, Step 2 hamda OET imtihonlaridan tashkil topgan bo'lib, ushbu imtihonlarni topshirgandan so'ng ularga Amerikada ishlash uchun beriladigan ESFMG litsenziyasi taqdim etiladi. Bu imtihon jarayonlari asosan tibbiyot nazariy bilimlarini sinovdan o'tkazuvchi xalqaro bosqich hisoblanib, bu o'sha barcha xalqaro tibbiyot bitiruvchilari va shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini tibbiyot bitiruvchilarining nazariy bilimlarini tenglashtirish uchun qo'llangan, yo'lga qo'yilgan dastur hisoblanadi. Va bu dasturda amalga oshirilganligi, misol tibbiyot diplomi, bakalavr diplomi bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu imtihonni topshirilmaydigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarida tibbiy karyerani davom ettirish imkoniyati mavjud emas. Va bu har tomonlama yaxshi yo'lga qo'yilgan standart hisoblanib, barcha xalqaro tibbiyot bitiruvchilari bilan bir qatorda Amerika tibbiyot bitiruvchilarining bilimini tenglashtirish uchun yo'lga qo'yilgan. Qarang, siz Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti mana shu Step 1 sertifikatini qo'lga kiritgan ikkinchi talabasiz. Xabaringiz bor, bundan oldin Nurmuhammad Qurbonov ham bizning 5-bosqich talabamiz mana shu natijaga erishgan edi. Va mana shu sertifikatni umuman Step 1 sertifikati umuman olganda ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Umuman keyingi bosqichga ham ikkinchisini topshirganingizdan so'ng va mana shu erishgan natijangiz sizni Amerikada ishlash, yiliga yuqori maoshli daromad olish, umuman tibbiy rezidenturada o'qish imkoniyatini yaratadi. Mana shu Step 1ni qo'lga kiritganingizdan birinchi mana shu sertifikatni qo'lingizda olganingizda ko'nglingizdan nimalar o'tdi? Albatta bu jarayonni so'z bilan ta'riflab berish qiyin bo'ldi, chunki imtihonga tayyorgarlik davri o'rtacha 2 yilga yaqin davom etgan bo'lsa, ushbu davr mobaynida boshdan o'tkazilgan qiyinchiliklar, aynan bir kunda imtihon topshirilgan kuni bu qiyinchiliklar hammasi hamda natija chiqqan kuni qiyinchiliklar hammasi unutilib ketdi. Umuman olib aytadigan bo'lsam, imtihongacha bo'lgan proses jarayonidagi qiyinchiliklar bilan solishtirganda imtihon jarayoni nisbatan yengilroq o'tdi. Va natija chiqadigan kuni o'sha email orqali natija yetib kelishi kerak edi. Rosa tekshirdim ertalabda. Aynan o'sha kuni boshqa tibbiyot bitiruvchilarning, tibbiyot talabalarining natijalari chiqishi kerak bo'lganligi uchun platformada yuklama katta bo'lgan. Oxir-oqibat natija chiqdi. Unga bosib ishga kirganimda, ya'ni imtihonni o'tdingiz degan natijani ko'rganimda ichimda xursand bo'ldim. Ya'ni o'sha 2 yil davomidagi barcha qilingan mehnat, qiyinchiliklar aynan natijani ko'rgandan keyin chiqib ketdi.
samarasini ko'rdingiz. Albatta bu baxt va sanoqli odamlargina bu sertifikatni qo'lga kiritishgan. Bugun qo'l bilan sanarli darajada. Va aynan sizga yana bir savolim, nima uchun aynan USMLE programmasi bo'yicha o'qishni tanlagansiz? Sababi nima? Bu ko'pchilik tibbiyotga endi qadam qo'ygan yoki o'sha tibbiyot ichida yurgan bakalavr bosqich talabalarda o'ylanish, ikkilanish juda ko'p bo'ladi. Ya'ni an'anaviy ta'lim dasturi asosida bitirish orqali keyinchalik karyerani davom ettirishmi yoki xalqaro tibbiyot kadri sifatida chetga chiqishmi? Bu savol juda ko'pchilikni ikkilantiradi. Ya'ni misol uchun kimdir ingliz tilini o'rganishga harakat qiladi, kimdir nemis tilini o'rganishga harakat qiladi. O'z yo'lini belgilab olgungacha baribir hammada ikkilanishlar bo'ladi. Menda ham bu birinchi bosqichda shu narsa bo'lgan. Ya'ni institutga bu dastur yo'lga qo'yildi va men bu dastur haqida hali hech qancha bilimga, ma'lumotga ega bo'lmaganim uchun ingliz tili o'rganishdan boshlaganman. Dastlab ingliz tilini 1 yil davomida o'rganib bo'lganimdan keyin bu dasturni haqidagi ma'lumotlar qidirib topish, ular haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lish menga ancha oson bo'lgan. Chunki til bilganim bir tomondan yordam bergan. Va to'liq imtihon jarayonlari, proseslar haqida ko'rib chiqaman. Keyin umumiy xulosa shundan iborat bo'layaptiki, imtihon jarayonlarining murakkabligi va u bosqichda oxiriga yetib borgan odamlar sonining kamligi hamda imtihonlar topshirilgandan keyingi rezidenturaga intervyu jarayonlarining ham murakkabligi haqida barcha ma'lumotlarni o'qidim. Lekin menga bu dasturda yoqqan taraflardan biri shundan iboratki, dastavval barcha nazariy klinik bilimlarni umumlashtirgan holatda keyinchalik o'sha karyera davomidagi bilimlarni standart holatiga keltirib berishi bir tomondan ma'qul kelgan. Bundan tashqari bu standartda ko'proq klinik yondashuvni kuchaytiradi. Ya'ni misol uchun bemor bilan shifokor o'rtasidagi munosabatlar, ya'ni o'sha bemorda berayotgan ma'lumotlarga asoslanib turib, shifokorni bemorning kasali haqidagi fikrlarini yanada yaxshilanishiga, ya'ni umumiy standart holatga olib kelib beradi. Menga ma'qul kelgan tomoni shundan iborat bo'lgan. Ya'ni boshlanishidan boshlab klinik bosqichga o'tib ketadi. Shu ko'proq ma'qul kelgan. Ya'ni agar an'anaviy ta'lim standartida dastlab normal holatlarda o'rganib, undan keyin bemorga qo'llash oralig'ida ko'prik bo'lishi kerak. Va bu ko'prik ko'pchilikda qiyin o'tadi. Buni menga yoqqan tomoni dastavval kirib borishdanoq bemor bilan ishlash. Ya'ni kasallik haqida ma'lumotlar beriladi. Va ular menga qandaydir qiziqarliroq tuyulgan. Tushundim. Mana shu natijaga erishishingiz uchun Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutini o'rni qay darajada bo'ldi? Albatta bu natijada institutni qo'llab-quvvatlash juda katta bo'lgan. Sababi, misol uchun institutimiz 2020-yilda mustaqil institut sifatida nom berilib, yangi nom bilan faoliyat yuritishni boshlagan bo'lsa, qisqa davr ichida o'sha imtihonni topshirish uchun DOMS sayti bor. Bu barcha Amerika hududidan tashqaridagi xalqaro tibbiyot maktablarini Amerika akkreditatsiyasiga mosligini ko'rsatib beruvchi sayt hisoblanadi. Men o'sha davr mobaynida, dastlabki o'qishga kirgan davr mobaynida ko'pchilikdan eshitardim. USMLE imtihonlarini topshirish uchun institut DOMS sayti ro'yxatida ko'rinish kerak. Dastlabki bosqichda institut 1-2 yil ochilgan 2021-22 yillar mobaynida hali saytda ko'rinmagan edi. Keyinchalik mana rektorimiz institutga rektor bo'ldi-da, Akmal Abduxarxarovich. Shundan keyin institut ro'yxatda ko'rindi va keyin men institut rasmiylar bilan bog'lanib turib, shunaqa shu imtihonga tayyorlanmoqchiman. Keyingi bosqichlari, institut akkreditatsiyasini o'tkazish ishlari haqida ozroq ma'lumot beriladi deganimda. Ular barcha jarayonlarni, hujjatlarni topshirishganini va yaqin orada ko'rinishini aytishgan. Men bu narsalardan keyin demak bo'lar ekan degan ishonch bilan imtihonga tayyorgarlik davom ettirganman. Va shu oraliqda institutda ko'rindi. ESFMG saytida ham homiy ko'rsatmasiga ega bo'ldi. Va bundan tashqari o'sha ESAQ tashkiloti bor. Qozog'iston tomonidan bu o'sha xalqaro akkreditatsiya tashkiloti hisoblanib, u ham institutimiz akkreditatsiyadan o'tkazganidan keyin men kirib ko'rdim, o'sha Amerika saytlarida Fergana Medical Institute nomi paydo bo'ldi. Demak, mana shu Step 1 sertifikatni olish uchun umuman tayyorlanish kerak, dars qilish kerak, o'qish texnikasi bor va mana shu qancha muddat talab etadi? Masalan, avval boshdan boshlayotgan talabalar
umuman mana shu sohaga qiziqayotganlar qancha muddatda mana shu natijaga erishishi mumkin va nimalarga ahamiyat berish kerak? Bu juda ko'pchilik talabalar tomonidan o'ylantiriladigan savol. Misol uchun qancha muddat o'qiyman bunga? Chunki ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarga kirishadigan bo'lsa, ularda fikr bildiruvchilar tomonidan shunaqa bildiriladiki, uzoqroq muddat talab qiladi va ko'p mablag' kerak bo'lishi yozib qoldiriladi. Bu ko'pchilik talabani ikkilantirib qo'yadi. Ba'zilarida yo'ldan qaytishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Endi umumiy davomiylik o'rtacha oladigan bo'lsak, talabani til bilish holatidan kelib chiqqan holatda davom etadi. Misol uchun men o'zim holatimda aytadigan bo'lsam, ingliz tilini dastlab o'qib, o'sha IELTS sertifikatini qo'lga kiritganman. Undan keyingi tayyorgarlik davomidagi olib ketishim nisbatan tezroq davom etgan, chunki so'zlar tarjimasi borasida muammolar kamroq bo'lgan. Endi agar ingliz tilisi bo'ladigan, ya'ni o'sha intermediate darajasida bo'ladigan talaba uchun o'rtacha 1,5 yilga yaqin muddat davomida tayyorlanib tugatish mumkin step 1 bosqichini o'zini. Agar ingliz tili bu degani, misol uchun ko'pchilik shu holatga keladi, ingliz tilini intermediate darajasida bo'lmasa, demak bu narsa men uchun bas ekan degan xulosaga kelib qolishi mumkin. Lekin shunaqa talabalarni topshirib kelgan studentlarni o'qiganmanki men, til darajasi bo'lmasligiga qaramasdan, IELTS o'qimaganiga qaramasdan shu narsani boshlagan. O'qib borish davomida o'sha o'zi uchun tibbiy lug'atlar tayyorlab turib, shu orqali o'zini bilimini keyingi bosqichlarga davom ettirib ketishgan va shu imtihon topshirib kelgan talabalarni ham eshitganman. Bu endi har bir odamda individual talab qilinadigan vaqt hisoblanadi. Misol uchun men o'zimda o'rtacha oladigan bo'lsak, o'sha 2 yilga yaqin muddat tanaffuslar bilan 2 yilga yaqin vaqt ketgan. Men o'ylaymanki, bu har bir odamda o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Dasturni tugatish o'rtacha shu 1-1,5 yilga yaqin vaqt oladi. Vaqt talab etadi. Tushunarli. Mana hozir yuqorida aytdik, USMLE dasturi bo'yicha dastur ko'plab mana shu step 1 sertifikatini ega bo'lganlarga va ikkinchi bosqichni ham muvaffaqiyat topshirganlarga ko'plab imkoniyatlar eshigi ochiladi dedik. Siz bizni ko'rib turganlarga ayting, qanaqa imkoniyatlar beradi? Bu step 1 ni, step 2 ni topshirgandan keyin nima qilish kerak? Nimalar, qanday eshiklar ochiladi? Mana shular haqida bizni ko'rib turganlarga gapirib bering. Hozirgi kunda bu step 1 imtihoni umuman olganda USMLEga O'zbekiston hududidagi tibbiyot talabalari o'rtasida talab juda ham katta. Chunki ular ham bu ma'lumotlarga ko'proq ega bo'lishyapti. Imtihon jarayonlari o'zi nima, ulardan keyingi bosqichlar qanday bo'ladi, bu bilimlarga ega bo'lishyapti. Step 1 imtihon topshirilgandan keyingi imkoniyatlarni baholaydigan bo'lsak, endi u nisbatan kamroq. Agar undan keyingi bosqichi, ya'ni step 2 CK deyiladi, clinical skills, ya'ni o'sha talabani klinik qobiliyatlarini baholovchi imtihoni ikkinchi bosqichidan so'ng ancha katta imkoniyatlar ochiladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, Avstraliya hududida, Yangi Zelandiya yoki o'sha Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar kabi davlatlarda step 1 hamda step 2 CK imtihonlarini topshirgan sertifikatlari bilan ularda keyinchalik karyerani davom ettirishga qandaydir qo'shimcha yo'l bo'ladi bu. Har bir davlat o'zini tibbiy imtihonlari mavjud albatta, lekin bularni topshirilgandan keyin u imtihonlarni topshirish nisbatan oson bo'ladi hamda bu kadr sifatida yuqoriroq baho berishadi. Imtihonni qayerda topshirdingiz? Men step 1 imtihonimni Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida topshirib keldim. O'sha noyabr oyining boshlarida imtihonni topshirdim. O'sha parametrik markazi bor. O'sha yerda topshirdim. Dubayga ketish tartibi qanaqa bo'ldi? U bosqichda aytadigan bo'lsam, bitta juda ko'p qiziqarli voqealar ro'y berdi. Dubayga ketishim, imtihon jarayonini registratsiya qilishim bir haftaning ichida sodir bo'ldi. Misol uchun odatiy step 1 topshirgan talabalarni oladigan bo'lsak, ular kamida 1 oy oldin imtihon kunini belgilab, o'shanga qarab turib bilet, mehmonxona va shu kabi muammolarni hal qilishadi. Menda bir haftaning ichida imtihon sanasini belgilaganim uchun mehmonxona topishim biroz murakkabroq bo'ldi. U test markazida bir yaqinida 200-300 metr masofada mehmonxona bor edi. Afsuski, men o'sha paytda qaraganimda bu mehmonxonalar barchasi bron qilib bo'lingan. Bu narsa menga qo'shimcha stress berishni boshladi. Hali imtihonga kirganim yo'q, stress berishni boshlayapti. Va shu payt Xudoni menga bergan bir inoyati deb qabul qilaman bu narsani. Toshkentlik bir yana shu step sohasidagi talaba uchrab qoldi va u bilan gaplashganimda u o'sha mehmonxonadan bron borligini aytib qoldi.
keyin biz bu bilan shunaqa kelishib oldikki, mehmonxonaga borgandan keyin ulardan so'rab ko'ramiz, agar 2 kishiga ruxsat bo'ladigan bo'lsa, men yerda turib imtihonimni yaqinroqdan topshirib chiqaman. Chunki imtihon jarayoni 8 soat vaqt olganligi uchun qanchalik mehmonxonangiz yaqin bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik tanlaydigan taktikasi shunaqa. Mehmonxona yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, ertalab turib nonushtasini qilgandan keyin 200-300 metr masofaga yurib kirib ketib, imtihon topshirish stress kamroq bo'ladi. Menda shu narsa 2-3 kilometr uzoqlikdan mehmonxona olishimga to'g'ri keldi majburan. Lekin mana shu narsa uchrab qoldi menga, u bola bilan tanishdik va u menga katta yordam berdi. Uni mehmonxonasida turib, borib imtihonni topshirib keldim. Men bu narsa uchun bolaga ham juda katta minnatdorchilik bildiraman. Bugun O'zbekistonlik talabalarning mana shunday Birlashgan Arab Amirliklari Dubaylariga borib imtihon topshirib kelishi bugun mana yoshlarga ko'rsatilayotgan va yoshlar uchun ochilayotgan juda katta eshiklar sifatida e'tirof etish mumkin. Va bugun imtihondan keyingi hissiyotlar qanaqa bo'ldi? Imtihondan keyingi hissiyotlar albatta javob chiqqani 3 hafta muddat davomida javobi chiqdi. Bu muddat davomidagi kutish albatta imtihongacha bo'lgan davomidagidek ham ko'proq stress bo'lishiga sababchi bo'ldi. Chunki hammada baribir bo'ladi, imtihondan o'tdimmi yoki o'tmadimmi. Endi imtihonda o'zigacha to'xtaladigan bo'lsak, imtihon muddati o'sha 8 soat 7 ta blokdan iborat 280 ta savolni o'z ichiga oladi. Bu o'sha tibbiy fundamental fanlarni barchasini qamrab olgan bo'lib, imtihonga kirgan jarayon haqida aytadigan bo'lsam, imtihonda o'sha parametrik markazga ertalab bordim. Soat 7:30 da borib, 8 da imtihonim boshlandi. Va o'sha har 1 soatlik test topshirib chiqqandan keyin 10 daqiqa davomida chiqib tanaffus olardim. Tanaffusga chiqaman, yana qaytib kiraman. Va menga bitta yoqqan tomoni shu bo'ldiki, Dubaydagi parametrik markazda til bilganim uchun ertaga tekshiruvchilar bo'ladi. Har kirib chiqishda kiyimlarda nimalar tekshirishadi. O'shalar bilan qandaydir yaxshi muomala qilishardi, kulib, hazil huzur qilib nima qilishardi. Bu menga imtihon stressini ancha pasaytirib olishimga sabab bo'ldi. Ya'ni ularni xuddi o'zimnikidek qabul qilib turib, stressni kamaytirishimga olib keldi. Va imtihon prosessi ham nisbatan oson o'tdi o'shaning hisobiga deb o'ylayman. Chunki misol uchun ularda ham albatta roli bo'ladi. Imtihon jarayonida o'sha, lekin 8 soat muddat qanaqa o'tganini bilmadim. Baribir test 2 yillik mehnat etdi. Shuning uchun bor e'tiborimni testga, imtihonga qaratishga harakat qildim. Imtihondan chiqqandan keyin qandaydir ishonch bor edi. Lekin baribir ba'zi bir savollarda ikkilanishlar bo'ldi. Shuning uchun ham javobigacha hammasini o'ylamaslikka harakat qildim. Ya'ni savollarni ham o'ylamaslikka, javobi qanday bo'lishini ham o'ylamaslikka harakat qildim. Va 3 hafta muddat o'tdi. O'sha kun keldi. Ertalab kirib ko'rganimda natija Xudoga shukr, past holatda ko'rindi. Yaxshi. Qiyinchiliklar bo'ldimi? Qanaqa qiyinchiliklar duch keldingiz? Mana aytyapsiz, u bo'ldi, bu bo'ldi. Lekin qandaydir qiyinchiliklarga ham duch kelgandirsiz? Albatta, qiyinchiliksiz hech nima ish bo'lmaydi. Qiyinchiliklar bo'ldi. Qiyinchiliklar asosan nimadan iborat bo'ldi desa, tayyorgarlikkacha bo'lgan bosqichda qiyinchiliklar bo'ldi. Misol uchun mana o'ylanardim, Farg'ona tibbiyot institutini u ISFLG saytida nimaga ko'rinmayapti? Nahot endi bu butun institutda shuncha tayyorlangan talabasi topshirolmay qolarmi degan u fikr xayol bir tomon, o'sha tayyorgarlik, testga tayyorgarlik bir tomon bo'ladi. Lekin Dona inoyati bilan mana shu institutimiz rahbariyatining harakatlari bilan qoyil qolganim, misol uchun juda ko'pchilik boshqa tibbiyot institutlariga bo'lsa, ularda 50-60 yillik o'zining tarixi bor. Ular mana shu davr mobaynida akkreditatsiyadan o'tgan. Qancha qiyinchilikdan. Bizda 2-3 yil mobaynida qisqa vaqt ichida akkreditatsiyadan o'tishi bu katta natija edi. Men o'zim ham ba'zida ikkilanib ishonmay qolardim. Nahotki o'tolmay qolsa, lekin rahbariyatning harakati bilan bo'ldi deb o'ylayman bu narsa, chunki uni juda katta hujjatlashtirish ishlari bor. Ular hammasidan xabarim bor edi. Shu narsalar bir tomon qiyinchilik bo'ldi, lekin oilani qo'llab-quvvatlashi juda katta rol o'ynadi. Chunki misol uchun imtihonga tayyorgarlik davomida kuniga 7-8 soatdan dars qilishga o'tirardim. Va shu davr mobaynida misol 5-6 soat o'tirdim, chiqardim, faqat ovqatlanardim, yana kelib ketaman. Mana shu davr mobaynida uydagilarim menga juda katta qo'llab-quvvatlovchi bo'lishdi. Chunki men misol uchun uyda hech qanaqa ish qilmayman, nima qilmayman. Ular menga oziq-ovqatimni va tinch sharoit yaratib berishdi. Tushunishganiga katta rahmat aytaman ota-onamga. Bu yo'lda eng katta asosiy qo'llab-quvvatlovchim shular bo'ldi va bu narsalar qiyinchiliklar yengishimga ancha yordamchi bo'ldi deb o'ylayman. Keyin ko'pchilik talabalarda bo'ladi, misol uchun mablag' masalasi. Chunki odatiy talaba uchun imtihon topshirish misol $3000 ga yaqin mablag' oladi.
Mana shu davr mobaynida shunaqa narsa bo'ldiki, men ba'zida til sertifikatim borligi uchun markazda ishlab turib o'zimga pul chiqarardim imtihonim uchun. Shuni aytamanki, talabalarga, misol ko'pchilik o'ylanadi, bu ko'p pul oladigan, ko'p nima qiladigan nima deydi. Qo'rqishadi. Lekin men ishlash sharoitida bo'lib turib, ish bilan o'qishda endi qiyinchilik bo'ldi. Qiyinchilik bo'lgan bilaman. Lekin uddalasa bo'ladi, to'xtab qolmaslik kerak deyman. Shunaqa, hozir odamlarning fikri borda, masalan, hammasini emas, ma'lum bir talabalar o'ylaydi, masalan, USML dasturi mana nima uchun kerak, USML nima uchun o'qish kerak, va negativ fikrlar har doim bo'lgan, hamisha bo'ladi. Va bugun aytmoqchimanki, siz fikringiz bilan demak, USML dasturi va STEP mana shu imtihonlar topshirish uchun albatta kerak. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday fikrlovchilarga aslida USML kerakmi yoki kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana shu negativ, salbiy fikrlovchi va bunga siqdildan qaramaydigan talabalar uchun nimalar deya olasiz? Mana shu haqida gapirib bering ular uchun. Endi to'g'ri aytyapsiz, chunki ko'pchilikda o'ylanish, ikkilanish bo'ladi. Bee'tibor qarayapti-da hozir ko'pchiligimiz. To'g'ri, tushunaman uni. Misol uchun ko'pchilik aytadiki, fikrida men USML o'qishim faqatgina Amerika Qo'shma Shtatlariga ketishing uchun kerak degan xulosa bor. Lekin men shuni aytardimki, misol uchun agar o'sha programmani o'zini zo'r o'zlashtirsa ham, O'zbekiston hududi bo'lsin, xoh misol uchun O'rta Osiyo hududi bo'larmi yoki o'sha Yevropa bo'larmi, bu dasturdagi bilimlar har doim qo'l keladi. Buni men o'zi aytamanki, o'zlariga chegara qo'yib olmasliklari kerak. USML faqat Amerika Qo'shma Shtatlari uchun degan xulosani qo'yib. Chunki dastur shunaqa tuzilganki, misol uchun men o'sha imtihon topshirish davomida ko'ryapman, pokistonlik talabalar, Nepal talabalari, hindistonlik talabalar juda ko'pchilik u xalqaro imtihon bo'lganligi uchun bu narsa butun tibbiyotda fundamental bilimlarni hamda klinik bilimlarni talabaga yaxshi o'rgatadi. Shuning uchun uni o'ziga tibbiyotda o'rganish sifatida bir andoza sifatida ishlatsa bo'ladi. Xoh O'zbekiston tibbiyotida keyinchalik ishlab qolaman degan xulosa bo'lsa ham. Shuni aytamanki, o'sha chegara qo'ymaslik kerak, faqatgina Amerikaga ketadiganlar o'qish kerak bu narsani degan narsa bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Mana shu yerda o'zimizni kuchli kadr bo'lish uchun ham baribir xalqaro bilim kerak. Hozirgi kunda o'zingiz bilasiz, raqobat ancha kuchli. Bu faqatgina biznes sohasida yoki boshqa sohada emas, tibbiyot sohasida ham raqobat anchagina o'sib ketgan. Shuning uchun ham raqobatbardosh hamda o'sha zamonga mos holatdagi shifokor bo'lish uchun xalqaro bilimsiz buni iloji yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun uni faqat o'zlariga chegara qo'yishmasin, o'ziga o'rganish maqsadida foydalanishga juda zo'r qilib yaratilgan dastur. Men mukammal demoqchi emasman bu gapim bilan. Har bir talabani o'ziga bog'liq, hammaning o'zining shaxsiy fikri bor. Uni o'tirish kerak, neytral odam sifatida fikrlab turib, o'zini yo'lini belgilash kerak deb o'ylayman. Atrofdagi gaplarga ko'p ham e'tibor bermaslik kerak. Rahmat. Eslatib o'taman, bugungi lavhamiz qahramoni USML dasturi bo'yicha Step 1 sertifikatini muvaffaqiyatli qo'lga kiritgan davolash ichi fakulteti talabasi Jaloliddin Mo'ysinjonov bilan suhbatlashyapmiz. Jaloliddin, aytingchi, mana shu jarayon davomida, imtihonga tayyorlanish jarayonida nimalardan voz kechishga to'g'ri keldi? To'g'risini aytsam, juda ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keldi. Chunki kunlik vaqtimni ko'p qismini olishiga sabab bo'lardi. Bu esa misol uchun yaqinlar bilan ba'zida yig'inlardan qolishingizga to'g'ri keladi. Do'stlar bilan misol uchun do'stlar yig'iladigan bo'lsa ham ba'zida bora olmay qolish imkoni bo'lishi mumkin. Chunki bu proses shunaqaki, uzilishda juda orada to'xtalish bo'lishi, tanaffus bo'lishi USMLdagi eng katta xatolardan bo'ladi. Chunki doimiy shug'ullanib borish natijaga osonroq hamda tezroq borishga sababchi bo'ladi. Misol uchun ba'zi bir talabalarda bo'ladi. Misol uchun sog'liq borasida muammo bo'lishi mumkin. Orada 1 oy, 2 oy uzilish bo'lib qoladigan bo'lsa, keyin yana o'zini formasini qayta tiklab olishi ko'proq vaqt olib qo'yadi. Shuning uchun iloji bitta narsaga erishish uchun bitta narsadan kechish kerak degan narsa bo'lganligi uchun fikr hayolimni ko'proq shu narsaga band qildim. Boshqa narsalardan endi to'g'risi yaqinlar davrasiga bora olmay qolgan holatlarim bo'ldi. Ba'zida to'y, marosim, shu narsalarga bora olmay qolgan holatim bo'ldi. Lekin hech qanaqa afsuslanish yoki nima bo'lmaydi, chunki bu qo'lga egallagan bilimim o'zim uchun bir umrlik bilim bo'lib qolishini bilganim uchun ham tanlovni jiddiy qilganman. Meni tayyorgarlik davrimda ham bo'lgan atrofda har xil gaplar, misol uchun ko'pchilik aytadi, ishga kirib tezroq ishingni qilishing kerak, shunaqa yoki ololmaysan, erisha olmaysan natijaga deganlar ham bo'lgan. Bo'lgan. Shuni narsalarni eshitib, lekin fikrda qat'iy turib olganman.
Misol uchun natija hali ancha oldinda bor, hali qorong'uda ko'rinishga qaramasdan natija oxiriga ishonish kerak ekan baribir. Shunaqa tavsiya beraman boshqa talabalarga ham. Fikrda bardavom turish. Endi yana bir tomoni sog'liq borasida ham ko'pchilikni sinovdan o'tkazadi bu imtihon, chunki 2 yil mobaynida kuniga 5-6 soatlab o'tirib dars qilishda odamni ba'zilarda sog'liq masalasida ham muammolar yuzaga keladi. Mana shu o'rinda bir savol berib ketaman. Siz 6-bosqich talabasisiz. Siz ham tibbiyot institutimizdagi darslarni tayyorlashingiz kerak, fanlarni o'qishingiz kerak va undan tashqari imtihonga tayyorlanishingiz kerak, step 1ga. Bu qaysi vaqt ham institutni darsini, ham bu imtihon jarayonlari darslarini tayyorlashga vaqt topdingiz? Qanday eplasa bo'ladi? Vaqt reglamenti qanaqa bo'lar ekan? To'g'ri aytyapsiz. Xuddi shu holat yuzaga kelgan. 4-kursda boshlagan bo'lsam, o'sha 4-kursda bizda sikl klinik darslar boshlangan. U darslarda ham siz aytganingizdek o'ziga yarasha vazifalari, topshiriqlari bor. Chunki aytmoqchimanki, institutimizda tibbiyot oliygohida o'qishni o'zi qiyin-da talabalariga. Shuning uchun. Shunaqa. Shuning uchun ham sog'liq masalasiga to'xtaldim. Sababi ko'pchilik misol uchun endi men o'zimni javobgarlikni o'zim bo'ynimga olganligim uchun bu narsaga rozi bo'lganman, lekin buni qolganlarga tavsiya qilmayman. Misol uchun kunlik o'sha 1-2 gacha, kunduz kuni 1-2 gacha institut darslaridan bo'shaganimdan keyin uyga borib o'sha tushligimni qilganimdan keyin u yog'i kechqurungacha o'tirishimga to'g'ri kelardi. Ba'zida tong sahar 2-3 da turib institutga ketgungacha 8 gacha. Mana shu davr mobaynida yana 5-6 soat vaqt ortardi. Mana shu davrda dars qilaman. Bu juda katta ruhiy stress olib keladi odamga, chunki o'zi 10 da uxlab turib 2 da turish uyquga to'ymaydi. Birinchidan organizm. Bu asta-sekin sog'lig'ida ham o'zini ta'sirini ko'rsatishni boshlaydi. Diqqatni, konsentratsiyani jamlashda ham ta'sir ko'rsatadi va o'z-o'zidan stress olib keladi. Shu bosqichda yengib o'tishda institutda darsi davomida ham ba'zi darslarda misol uchun o'sha to'g'ri kelib qoladigan fanlar bo'ladi. Aynan o'shalar mobaynida kitobni qo'yib turib o'qib bitab ketsa bo'ladi. Misol uchun menda shu narsa zo'r qo'l kelgan. Misol institutda siklga boryapman, psixiatriya sikli yoki misol uchun ichki kasallik sikli. Aynan o'shandagi bilimlar USML bilan bog'liq mos keladigan mavzular juda ko'plab. Buni o'zim boshimdan o'tkazganman. Shuning uchun kitobimni olardim. Bunga tayyorgarlik, institut darslariga ham tayyorgarlikni birga qo'shib oshirib ketadi. Shuning uchun ularni bir-biriga integratsiya qilib olganim uchun unaqa juda katta muammo bo'lmagan. Endi to'g'ri, dastlabki boshlang'ich kurslarda muammo bo'lishi mumkin, chunki fanlarda kelishim uchun mos kelmasligi holati bo'lishi mumkin, lekin bu menga unchalik katta muammo tug'dirmadi. Hozir o'zingiz haqingizda gapirasiz. O'zim tayyorlandim, o'zim qildim, o'zim topshirdim deb, o'zim deb gapiryapsiz. Bu yo'lda qanaqa ustozlaringiz haqida gapiring, gapirib bersangiz. Ustozlaringiz kimlar? Ustozlaringiz qanaqa dalda bo'lishdi? Ustozlarning so'zi, ularning maslahatlari, ularning bergan bilimi qanaqa bo'ldi? Ular aslida kimlar edi? Mana shu ustozlaringiz haqida bizni ko'rib turganlarga gapirib bering. Albatta, ustozsiz hech narsaga erishish bo'lmaydi. Erishish mumkin, erishib bo'lmaydi deb aytib bo'lmaydi. Erishish mumkin, faqat bu juda ko'plab xatolar qilishga, u xatolarni to'g'rilashga yana qo'shimcha vaqt sarflashga olib keladi. Albatta, ustoz bilan bo'ladigan bo'lsa, u o'zining tajribasidan kelib chiqqan holatda yaxshi ko'makchi bo'ladi. Meni bu yo'ldagi asosiy ko'makchi sifatida yo'l ko'rsatgan ustozimdan biri Muhammadnazar aka. U imtihonni barcha bosqichlarini topshirib bo'lgan. Men doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqda Telegram orqali Muhammadnazar akadan maslahatlar olib turardim. Shu imtihonni fanlarni o'qish borasida, ketma-ketligi, imtihonni registratsiya qilish, barcha masalalarda menga yordam bergan. Birgina bu ustoz bas qo'shimcha ravishda aytayapmanki, misol uchun o'sha fanlarda o'qish davomidagi har bir siklda o'qituvchisini bergan bilimlarini men USMLdagi o'sha case'lar bo'ladi, vaziyatli masalalar, o'shalarda ko'rardim. Bu narsa menga ancha qo'l kelgan, chunki misol siz haqiqiy bemorni ko'z o'ngingizda ko'rib turibsiz, uni USMLdagi vaziyatli masalaga bog'lab olsangiz, bu narsa esingizdan chiqmaydi. Bu bir umrlik bilim bo'lib yozilib qoladi. Shuning uchun barcha ustozlarda bunda hissasi bor deb o'ylayman. Demak, yoshlarga, bizni ko'rib turgan yoshlarga nima deysiz? Nimalarga e'tibor berishsin ular? Albatta, har bir talaba, ayniqsa tibbiyot talabasi, tibbiyot yo'lini tanlaganimizdan keyin men o'zimga shunaqa narsa qo'yardim. Ko'pchilik misol uchun aytadi, o'zida motivatsiya topolmaydi ko'pchilik, o'zida ishtiyoq topolmaydi. Lekin men o'ylaymanki, tibbiyot talabasi uchun motivatsiyadan ko'ra ko'proq kasal oldidagi, o'sha bemor oldidagi uni dardiga shifo bo'la olish mas'uliyat turishi kerak deb o'ylayman. Chunki motivatsiya
bo'ladi, lekin mas'uliyat undan ko'ra og'irroq, yuki og'irroq. Uni o'rniga o'zini qo'yib ko'rish kerak, misol uchun. Yoki men o'sha o'zimni boshimdan o'tgan holatda aytadigan bo'lsam, o'zimni yaqinlarim o'ylardim-da, agar shunaqa holat bo'lib qolsa, qaysidir yaqinimda shunaqa kasallik bo'lib qolsa, men unga bilimim yetarli bo'lmay qolsa nima bo'ladi degan ichki qo'rquv mana shu yo'lni bosib o'tishimda juda katta qo'l kelgan. Shuning uchun motivatsiyadan ko'ra ko'proq menga shu narsa ko'proq dalda bo'lgan. Shu narsa oldinga qarab yurishimda. Har bitta tibbiyot talabasida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki biz o'zimiz majburiyatini bo'ynimizga olib shu yo'lga kirganmiz. Ko'pchilikda shunaqa deb o'ylayman. Endi bo'lishi mumkin bitta ikkita talabalarda, misol uchun, o'zi xohlamagan yoki oilasi tomonidan tavsiya qilinib shu yo'lga kirganda bo'lishi mumkin, lekin katta qismini o'ylaymanki, o'zi bilgan, buni yukini bilgan talabalar deb o'ylayman. Shuning uchun orqaga hech qanaqa yo'l yo'q, faqat oldinga harakat qilish kerak. O'ziga hech qanaqa to'siq qo'ymaslik kerak va aytamanki, xalqaro bilimni olishga harakat qilish kerak ko'proq. Qo'rqmaslik kerak. Chunki standartlar har yili yangilanadi. Tibbiyot shunaqa narsa, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, misol uchun tibbiyotda kasalliklar yosharib, yangilanib boraveradi. Shunaqa. Bu narsani xalqaro bilimga ega bo'lib yoki o'sha ingliz tili yoki boshqa biror bir tilni o'rganib, xalqaro standartlarni o'rganish darajasiga chiqib oladigan bo'lsa, o'ylaymanki, u talabaga yetadigan shifokor bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki bu narsa kerak har bir talabaga. Hozir mana institutimizda 7000 dan ortiq talaba tahsil olyapti-da va ularning ichida sanoqli talabalar maniga o'qish, ta'lim bo'yicha yuqori, sizga o'xshab yuqori natijalarga erishgan va ayniqsa shuni ta'kidlash kerakki, Step 1 sertifikatni olganlar, siz ikkinchisiz. Demak, ikkinchisi degani ham bu albatta boshqa talabalar qatorida birinchi degani. Birinchi bo'lishning qiyinchiliklari nimada? Albatta qiyinchiligi yetarlicha deb o'ylayman, chunki misol uchun vaqtda kelsa shunaqa holatlar bo'lardiki, imtihon o'zi bitta katta bosqich va imtihonga tayyorgarlik katta bosqich deb oladigan bo'lsak va bu imtihon, USML imtihonlarini imtihonga ro'yxatdan o'tish, hujjatlarni taqdim qilish, bularni o'zi ham yana bitta katta jarayon, vaqt oldi. Misol uchun, o'sha har bitta talabani ularda dastur shunaqa yo'lga qo'yilganki, institut tomonidan beriladigan talabalarga ID raqamlarigacha, ya'ni o'sha HEMIS dasturida bo'ladi har bir talabaniki, o'shalargacha ularni programmasida ko'rinishi kerak. Mana shu proseslarni o'zi ham anchagina vaqt oldi. Bu bosqich gapimdan maqsad shuki, tibbiy bilimingizdan tashqari hujjat jarayonlarini yaxshi tushunishingiz kerak ekan. Men bu imtihonni topshirgandan keyin shu xulosaga keldimki, misol faqat Step 1dagi o'sha klinik fikrlash, kezlarni ishlashdan tashqari hujjat bilan ishlash borasida ham talabada yaxshigina ko'nikma bo'lishi kerak ekan. Lekin buni narsa misol institutimizda ro'yxatdan o'tganligi, mana talabalarda asta-sekin step imtihon topshirayotganligi qolgan talabalar uchun anchagina qo'l keladi. Ularga aytamanki, bemalol murojaat qilib ishlari mumkin. Har qanday hujjat masalasida qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Berasiz. Demak, mana hozir siz aytyapsiz, mana shu yordam berishingizni talabalar sizga murojaat qilsa, birinchi bo'lib ularga nima maslahat berasiz? Agar ularda USML yo'lini tanlagan bo'lsa, tanlashdan asosiy maqsad nima ekanligini so'raysiz birinchi bo'lib. Chunki uni sizga bildiradigan fikridan, gapidan kelib chiqib, uni misol xulosa qilishingiz mumkin o'zingizda. Yo'lda oxirigacha olib boradimi yoki yo'qmi? Misol hammada maqsad har xil tanlovda. Kimdir o'ylaydi, yuqori malakali shifokor bo'lish uchun tanlaydi bu yo'lda, xalqaro shifokor. Kimdir misol uchun sayohatlar nimasi qiziquvchani. Kimdir katta daromad istab boradi. Hammada tendensiya, maqsad har xil. Lekin baribir maqsadga oxiriga yetish uchun shifokor bo'lish, yaxshi mutaxassis bo'lish qolgan barcha hissiyotlardan ustun deb o'ylayman. Yana bir savol qiziqtiradi shaxsan meni. Mana shu Step 1 natijasiga erishishni oldindan siz rejalashtirib kelganmisiz? Masalan, yoki siz kimdandir motivatsiya oldingizmi? Yoki nima turtki bo'ldi o'zi aslida mana bu shu imtihon topshiraman, USML dasturini o'qiyman deb avval boshida nima turtki bo'lgan, nima sabab bo'lgan? O'sha ikkinchi kursda institutda o'qib yurgan davrim bu imtihon programmasi institutga kirib kelgan va buni bizni katta talabalar zaliga olib kirib u yerda prezentatsiya qo'yib berishgan, imtihon jarayonlari qanaqa. Mana shu bosqichda menda dastlabki xulosa, misol uchun o'zi tibbiyotda o'zbek tilida u payt o'rganishim qiyin bo'layotgan payt. Misol uchun anatomiya darsi bor, fiziologiya darsi bor. Shunda menda ichki
xulosa bo'lyaptiki, o'zi o'zbekchada qiyin bo'lyapti, yana inglizchada qanaqa bo'ladi o'rganish degan qanaqadir ikkilanish bo'lgan. Shu bilan keyin ma'lum bir muddat qiziqmadim. O'zimiz o'sha o'qish darslar shular bilan bo'lib, keyin bir talabalarni ijtimoiy tarmoqda ko'rib o'tirgan paytim shu imtihon topshirgan talabalarni hisobotlari bo'ladi. Har bir talaba o'zi qanday yo'lda bosib o'tgani haqida hisobot Qayerda bo'ladi u? YouTube'da bo'ladi. Ko'rasiz. Yani, O'zingiz qidirib topdingiz qiziqib. Ha, yashang. kirib ko'rdim. Chunki menga o'sha hamma talabalar qatori seriallar ko'rishgan, tibbiyot haqidagi. Mana shu o'sha Doktor House kinosi yoki o'sha boshqa yana bir qancha filmlar ko'rishgan. Men haqiqiy sistema tizimim shunaqa darajada shakllanganmi edi? Nimaga bularni o'sha bemorni klinik holatlarini tez tahlil qilishi, jamoaviy ishlash xususiyatlari, bularning barchasi menda qiziqish uyg'otgan. Va shu qiziqishdan kelib chiqib qidiruv boshlangan. Kirib oqtaryapman. Dastlabki oqtarish shunaqa bo'lganki, eng dunyoda tibbiyoti kuchli mamlakat qaysi? Bir qancha mamlakatlar ro'yxati chiqib kelgan. Shundan keyin men umumiy ularda har birida men qisqacha tasavvur olganman, lekin konkret javob ola olmaganman. Chunki hammasi har xil yo'nalish bo'yicha olib chiqib bergan. Qaysidir birinchi o'rinda ijtimoiy soha bo'yicha, qaysidir birinchi o'rinda kampus bo'yicha konkret javob ola olmaganman. Keyin klinikalar bo'yicha qidirishni boshlaganman. Dunyoning top 10da turadigan klinikalari deb qidiruv berganimda, top 10dagi klinikalarda deyarli 6-7 tasi Amerika Qo'shma Shtatlariniki bo'lib chiqqan. Qolganlari yana boshqa davlatlarda. Va nimaga ketma-ket birinchi o'rindan 7-o'ringacha shu o'rinlar u yerda joylashgan. Demak, qanaqadir buni tagida o'zini sir asrori bor, o'zini bazasi bor. Keyin uni qidiruv orqali ko'rsam, xalqaro tibbiyot bitiruvchilaridan tashqari Amerikani o'zini bitiruvchilari ham bakalavr tamomlagandan so'ng USML imtihonlarini topshirmasdan tibbiyotchi bo'lib ishlay olmaydi. Shu zaylda USML imtihonlarini O'zbekiston talabalari, ya'ni O'zbekistondan turib topshirgan, O'zbekiston talabasi bo'lib topshirgan talabalar haqidagi ma'lumotlarni axtarib topdim. Bu narsa menda ular bilan bog'lanib ko'rmaysizmi, gaplashib? O'zingiz? Ular bilan ko'pchiliknikini o'zi hisobotlari tayyor videorolik holatda bo'lganligi uchun yetarlicha o'zimga javob oldim, lekin shaxsan ko'pchiligi bilan gaplashib ko'rganim yo'q. Videoroliklarni ko'rib chiqdim, javob oldim. O'sha ularda to'liqlicha ma'lumot berilgan edi imtihon prosesslari haqida. Shundan keyin o'zimda qiziqish uyg'ondi. Dastlabki xulosa qanday bo'lgan? O'zbekistondan kimdir topshirganmi? Ya'ni O'zbekiston talabalari buni eplay oladimi? Bilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlari yerda imtihondan tashqari til masalasi o'zida alohida masala e'tiborda turadigan narsa. Shundan keyin qila oladimi degan narsani ko'rganimdan keyin, bir qancha o'zbek talabalarni ko'rganimdan keyin, ha, demak, imkoni bor. Bu narsaga keyin kirishib astoydil shug'ullanishni boshlaganman. Mana hozir kelgusidagi rejalaringiz qanaqa? Kelgusida nimalar qilmoqchisiz? Umuman rejalar qanaqa? Kelgusidagi asosiy maqsadim imtihonda ikkinchi bosqichi Step to CK Clinical Skills deylari bosqichini topshirish tayyorgarlik boshlaganman. Va o'sha tibbiy rezidentura yo'lidagi barcha qadamlarni bosib o'tish, hujjatlashtirish ishlari. Bilaman, imtihon bu jarayonlar hali katta. Endi biz yo'lni boshidamiz. Hali proses katta. Lekin o'ylaymanki, agar oxirigacha maqsadda dadil turiladigan bo'lsa, mana erishgan kichik natijamiz orqali ko'ryapmanki, boshida ham juda ko'p savollar bor edi. Hatto o'zimda ham savollar bor. Qila olasam. O'zbek tilida tibbiyotdagi atamalar, terminlar o'zi kattagina. Uni yana ingliz tiliga olib o'tish, u yana alohida masala. Uni qila olasam degan savollarni o'zim yengib o'tish uchun ham bu narsani qilishim kerak. Asosiy turtki shu bo'lgan. Chunki odam o'zini ichidagi o'zini boshqarsa, unga atrofdagi hech nima to'g'anoq bo'ladi deb o'ylayman. Asosiy maqsadim tibbiy rezidenturaga yetib borish. Xo'p, tibbiy rezidenturani tamomladingiz, keyinchi? Amerika Qo'shma Shtatlarida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, tibbiy rezidenturasi yo'nalishlar bosqichida ketadi. Misol uchun o'sha terapiya yo'nalishi, bundan neyroxirurgiya yo'nalishi, otolaringologiya, reanimatsiya, anesteziologiya yo'nalishlari bo'ladigan bo'lsa, u tibbiy rezidentura olingandan keyin physician unvoni beriladi. U diplom endi aytish mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlaridan tashqari o'sha o'zida tibbiyotini ingliz tilida olib boruvchi juda ko'plab davlatlarga o'tadi.
ro'yxatda aniq mamlakatni soni esimda yo'q. 20 dan ortiq mamlakatga o'tish imkoniyati mavjud. Undan keyin albatta har bir yo'lni boshi oxiri bo'ladi. Misol uchun yo'lni boshlayotganimizda ham maqsad shunaqa bo'lgan, misol uchun oilamiz tomonidan ham shunaqa takliflar bo'lganki, xuddi sizdaqa savol, xo'p, olding, oxiri nima bo'ladi? Shunaqa. Baribir nimadir maqsad yo'lida oxiri natija kelish kerak har qanday narsadan. Mani asosiy maqsadlarimdan biri shu bo'lganki, yurtimiz tibbiyotiga shu xalqaro standartga olib kirish. Baribir kimdadir o'sha Qo'shma Shtatlarda faoliyatini oxirigacha davom ettirish bo'ladi. Lekin menda baribir O'zbekistonga qaytish hamda tibbiyotni rivojlantirish uchun qo'limdan kelgan ishni qilish. Javoblaringiz uchun rahmat. Bizni ko'rib turganlarga yakuniy xulosalaringiz, fikrlaringiz nimalar deya olasiz? Albatta endi biz tibbiyot talabasi bo'lganligimiz uchun asosan shu sohadagi yoshlarga o'zimni hayotiy tajribamni aytaman. To'xtamaslik kerak. Atrofdagi har xil gaplarga, so'zlarga e'tibor bermaslik kerak deb o'ylayman. O'zi bu bosqichga o'tgandan keyin odam qandaydir yopiq sferaga tushib qolar ekan, atrofga e'tiborsizroq bo'lib qolar ekan, faqat shu bilan ishi bo'lib qoladi. Shu bosqichga o'tib olishsa, xursand bo'lishlari kerakki, ular demak yo'lda va bu qachondir natijani beradi. Barcha talabalarga shuni tavsiya qilib qolaman, qaytmaslik kerak. Murakkab yo'llarda barchasi ham inson tomonidan yaratilgan yo'llar. Albatta, juda zo'r fikr. Demak, buni biz ham bosib o'tish imkoniyatiga egamiz. Sizga mana shu insonlar tomonidan yaratilgan murakkab yo'llarni osonroq bosib o'tish tilakdoshiman. Step 2 imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirib, mana shu o'zingizni maqsadingizga erishish yo'lida omad va zafarlar tilaymiz. Bu yo'lda Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, umuman O'zbekiston Respublikasi sizga har doim yoshlarga, nafaqat sizga, umuman yoshlarga ko'makdosh, yelkadosh bo'ladi va bunga ishonamiz. Va bugungi suhbatimiz uchun va bugungi suhbatimizda bergan ajoyib fikrlaringiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Loyihamizga, lavhamizga xush kelibsiz. Siz bilan Step 1 imtihon topshirdingiz, mana suhbatlashdik. Step 2 imtihonlarni topshirib, muvaffaqiyatli Amerikaga ketayotgan paytingizda ham siz bilan go'zal intervyular qilib, siz bilan xayrlashib, O'zbekistonga qaytganingizda ham mana shunday suhbatlar uyushtirish nasib qilsin va bu albatta yaxshi tilak har doim ijobatini ko'rsatadi albatta. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti davolash ishi fakultetining 6-bosqich talabasi Jaloliddin Mo'ysinjonov bo'ldi. Kelgusi lavhalarimizda yana sizlar bilan ko'rishguncha